Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchiloy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. To'shay soyangga senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam Rimni alishmasman beda poyangga. Bir go'sha suv bo'lsa bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim qancha taqdirlar. Qayga borsam boshni suyab tik tut deb tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarini, yo xudbinman yo bir sodda gasman men. Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Imom qayda edi ustoz bo'lmasa, Urfon qayda edi ustoz bo'lmasa, Sofiy Qur'on qayda, Navoiy qayda, Cho'lpon qayda edi ustoz bo'lmasa. Muallim atalgan, buyuk atalgan, ardoqlangan mudom suyuk atalgan, 7 asr avval ko'kka qadalgan Narvon qayda edi ustoz bo'lmasa. Bugungi unutilmasa quvonchli tadbirimizning eng muhim lahzalaridan biri ham yetib keldi. Endi esa so'z navbatlari. Maktabimiz ravnaqi, o'quvchilar ta'lim tarbiyasi yo'lida fidokorona mehnat qilib kelayotgan barchamiz uchun hurmatli ustoz va rahbar maktabimiz direktori Hakimova Qanoatxon Inomjonovaga beramiz. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, aziz mehmonlar, biz uchun hamisha qadrli bo'lgan, aziz bo'lgan, hurmatli bitiruvchilarimiz. Bugun o'zgacha kun. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq nafaqat oxirgi qo'ng'iroq, balki bugun yoshlarimizning yangi hayot ostonasiga yangi qadamlaridir. Mana shu yangi hayot ostonasida turar ekansiz, barchangizga omad, zafarlar tilayman. Maktabda o'qib, ustozlarning mehrini qozonganingiz va bugungi kundagi erishgan barcha yutuqlaringiz uchun sizlarga tashakkur izhor qilaman. Aziz ota-onalar, bitiruvchilarimizning bunday muvaffaqiyatlarga erishishi albatta sizning sabr va toqatingiz, topgan daromadlaringiz, mehringiz tufaylidir. Qolaversa, qadrli ustozlarimizning ham mashaqqatli mehnatlarining natijasidir. Ushbu kunda barcha bitiruvchilarimizga omad tilagan holda yurtimizga tinchlik, osudalik tilaymiz. Kelgusi hayotda qoqilmay, hech qachon hayot so'qmoqlarida yo'llaringiz shunaqangi yorqin, chiroyli bo'lsinki, ko'zlar quvonsin.
tilagimiz, istagimiz sizlarning hayotda hech qachon maktabda olgan bilimlaringizni unutmasdan, ana shu ustozlaringizni mehr va muhabbatlarini, sizlarga sarflagan bilimlarini unutmaysiz degan umiddaman. Hamisha hammangizga omad yor bo'lsin. Aziz ustozlar, 11 yil davomida o'quvchilarimizni shu darajaga yetkazganingiz uchun sizlarning ham sabrli, mashaqqatli mehnatlaringiz uchun rahmat. Bugungi tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Bugun yuragimizda quvonch, iftixor tuyg'usi bilan birgalikda mas'uliyat tuyg'usi ham juda qattiq o'rnashib olgan. Sababi sizlarni so'nggi oliy ta'lim muassasalarida ham mana shu maktabimizning iqbolini, maktabimizning o'rnini yuqori natijalarda ko'rsatib berasizlar degan umiddaman. Barchangizga tashakkur. Endi esa tadbirimizning navbatdagi qismini so'z navbatini qadrli mehmonlarimizga beramiz. Assalomu alaykum. Aziz bitiruvchilar, hurmatli ota-onalar, mahalladoshlar, avvalambor hammanglarni kirib kelayotgan Hayit bayrami bilan tabriklayman. Xonadoningizlarga tinchlik, totuvlik, oilalarga hamisha baraka olib kelsin. Bu bitiruvchilarimiz doim hamisha omadlarini bersin, yo'llarini olsin. Oliy darajlarga o'qishlarga kirib, xalqimizga, mahallamiz uchun ota-onalarga katta rahmatlar beradigan farzandlardan bo'lsin. Hammasiga omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar hamda o'quvchilarimiz. Bizni maktabimizda 2025-26 o'quv yilida 20 nafar 11-sinf o'quvchilarimiz tahsil oldi. Bulardan 6 nafari oldindan muddatdan ilgari talaba bo'ldi deb hisoblasak bo'ladi. Hozir shu o'g'il-qizlarimizni taqdirlaymiz. Yusufali va Shodiyaxon Sanjarbek qizi 4 tafandan 4 ta sertifikatga ega bo'ldi. Talaba bo'ldi. 100% ball beradi. Oliy ta'limga oldindan kirdi-da, mana rahmat. Toyir va Marjonaxon Zohidjon qizi 3 tafandan 3 ta sertifikatga ega bo'ldi. Barakalloh, ofarin. Hamda tabriklar qo'yamiz. Oyirjon va Sanobarxon G'ayratjon qizi 3 tafandan 3 ta sertifikat. Kamoljon va Dilnozaxon G'olibjon qizi 2 tafandan 2 ta sertifikat. Xo'janazarov Beknazar bitta fandan bitta sertifikat hamda hokimiyatdan IT yo'nalishi bo'yicha erishgan yutuqlari uchun hokimiyatdan sertifikat. Sadirov Sobirjon Sodiqjon o'g'li 2 fandan 2 ta sertifikat. Qolgan o'quvchilarimizni ham bilimlari yetarli, sertifikati yo'q bo'lsa ham hammasi oliy ta'limga kiradi degan ishonchimiz bor. Rahmat. Bu kungacha yetishgan natijalaringlar albatta tahsinga sazovor. Bundan keyingi oliy ta'limda ham bunaqa sertifikatlarni ko'p olib, yana mana shu qishlog'imizning ravnaqiga xizmat qilasizlar. Qolgan o'quvchilarimizga ham faqat omad tilaymiz. Nagah ko'rinib ko'chada ul sarvi xiraman, qosh qoqdi yurtga